Ayol kishi. Erkak kishi. Ayol kishi. Farzandsizlikka eng avvalo hamma narsa Alloh taolodan keladi, lekin bu narsa ikkala tarafdan ham bo'ladi deb o'ylayman, chunki birinchi uylanmasdan oldin tekshirish kerak, shundan keyin belgili bo'ladi. Farzandsizlikka meni fikrimcha hech kim sababchi bo'lmaydi. Chunki Alloh har bir insonga uni qadar chiroyli sinovni beradi. O'shaning uchun meni fikrimcha oilada erkak yoki ayol sababchi bo'lmaydi. Yillar o'tsa, agar yaxshi duo qilinsa, u oilaga albatta farzand beriladi. Xo'p, farzandsizlikka ko'proq ikki tomondagi muammolar sabab bo'ladi. Birinchi ayol va erkak tomondagi. Ayolda follikula yorilishi, turbalar ochiqligi, yopiligi yoki gormonlar muvozanati buzilishi. Erkakda esa spermatozoid morfologiyasi. Ba'ziga eng og'ir holatlarda esa bepushtlikning og'ir darajasi